Salom bola, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan biz Minecraft o'ynaymiz. Bilmam bugun nima qilamiz. Tak aytgancha bugun bizlar buyurtma bergandik. Buyurtmamiz kelganmikan? Yomg'ir ham quyyordi. Qaranglar, men skin sotib oldim. Biladimi, zombi skini. Bitta narsalarimiz bor. Pulimizni olib boraylikchi, ketdimi? To'xtanglar, telefon qilaylik. Alo, assalomu alaykum aka. Buyurtmam keldimi? Ha, keldi. Qarab turibmiz biz sizga. Mahallangizda orqasiga keng. Pulingizni olib. Xo'sh, nech pul bo'pti ekan? 5 stak olmos, yarim stak temir. Ha. Hozir boraman. Bo'pti bo'lmasa aka. Ana bo'lle. Kepti buyurtmamiz. Ostak. Hoppa. Bitta bizning sirlisan kutib turibdi. Shopadoni. Nima dedi? 1 stak olmos, yarim stak temir. 32 tadan. To'xtanglar. Ana. Xato bo'ldi. Bizlar yana tag'in tushib ketmaylik bitta. Shu uchun naqamiz yana bitta olamiz. Mana. Ketdik bolalar. Mahallangizda orqasiga dedi. Xo'sh, mana ketdi. Buyurtmangiz keldi. Ukani o'zi qani ekan? Hop, ana oldi. Assalomu alaykum aka. Buyurtmani tashlab ketibsiz. O'zingiz qayerdasiz? Aka, nima sunduqni ichiga solib qo'y, pullarni meni zarur ishim chiqib qoldi. Hozir 5 minutga borib olaman. Ha, aka, bo'lmasa bo'pti. Arzimaydi. Buyurtmangizni esonaman olding. Buyurtmani olib bo'lganman aka. Ha. Bo'lmasa buyurtmani olamiz. Ana. Kravat nimaga desanglar, meni kravatim eskirib qolgan, shu uchun yangi kravat olaman. Bu nimaga desanglar, polizga kerak, pechga. Pul so'marikki. Ana. Sehrlash ustasi nimaga desanglar, chunki biz u bilan biznes qilamiz. Hazilachim biznes emas. Temir blok bilan nima qilamiz? Sehrlash ustasini bitta qo'yamiz. Buni sindirib tashlaymiz. Hoppa. O'rniga yangisini qo'yamiz. Ana. Aytgancha bitta nima olaylik, anaqa pidarat bo'ldi. Lava nima qilib ketdi. Lava tushib ketdi. Kimdir tushib ketdi. Biz eski buyumlarimizni ichiga tashlaymiz. Yoqamiz bu yerda. Nima ko'rinmayapti? Hozirgina bak bo'lyapti. Mayli, tort, masali. Hop, nima qo'yib bo'lmayapti. Mana.
olamiz. Yo'q, qo'limizga chiqmas ekan. Lezurut etmamizku. Vay. Endi lezurut qaydan olamiz? Ish vaqti tugadi ularda. Amal. Aytgancha bugun yakshanba, ular dam oladi. Yo'q, bugun yakshanba emas, bugun dushanba. Keyin ish vaqti ham tugadi. Kech ham pishyapti. Shu uchun mayli o'zimiz nima qilamiz? Qanday ishni bilgan narsani qilamiz. Kiyim yasaymiz. Bizga olmosdan yasaymiz. Hop, ana. Birista ketadi. Keyin temirdan nimaga olingan desanglar, qulog'imizdagi golem vafot etdi. Bitta pidarat o'yinchi keldi, o'ldirib ketdi. Bitta oyoq kiyim, bitta bu, bitta ishton. Artefakt ko'rganmisizlar? Ana yerga qishloq. Sen ishtonsiz yursang qanaqa bo'la bilasan? Ishton olamizku. Sunnat to'ylar muborak. Üstüne işte olaylik. Tak giytadi shuncha. Nechta ishton yasaverdim. Hop. Ortiqchasini topamiz. Ana. Takman aytgancha pechga aytgandim, pechga. Yani tabii fazla. Ananı çok gibi oldu. 6 tane soğuk sopamiz. Gittim de golem kuramiz. İşte golem kuramiz. Hop. Ana golem geliyor. Ana bu golem geliyor. O golem bratlarım. Ondan müzik. Ne gaplardi ko'zi qizil. Golem brat. Sal neto'roq joyga turibsizda. Ajnas bittiring. Qoching, golem brat. Qoch urdik. Zarda xona vayron qiladi. Hali o'zimiz qilgan golemku. Nima edi aytgancha. Bakın. Bu video gördüm. Aslında koyup durup tepasidan çakal yana bitta qo'ysa boshqacha golemga aylanar ekan. Hech bilmayman. Qoch. O'liming ishiga ekan. Ha. Kulib turamiz.
Chiqdingmi? Yo'q, qutildingmi? Chalsang-ku. Bu yerda yurma-da, nariroq. 25 ta. Ha, sen sepishamizni. Qo'l ishlash yurishadi. Sizga. Bu golimlardan chiqqan. Naqladi. Nimasi qoldi bu? Assalomu alaykum. Bola, короче, video tugadi shu joyiga. Ammam kelib qoldi.